So'nggi yillarda yurtimizda yoshlar uchun imkoniyatlar eshigi keng ochilmoqda. Xususan, musiqa va san'at yo'nalishida ularning iqtidorini keng namoyon qilish borasida ko'plab tashabbuslar ilgari surilyapti. Yosh ijodkorlar maktabda ham sohaning asosiy tamoyillari, musiqiy asarlarni badiiy talqin qilish hamda texnik mahoratlarni oshirish borasida ko'plab ishlar olib borilib, mahorat darslari o'tkazilyapti. Mavzuni muxbirimiz Toshkent tumanidan davom ettiradi. Tumandagi 32 sonli bolalar musiqa va san'at maktabida o'tkazilgan mahorat darslari Gler nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan musiqa maktabining maxsus fortepiano bo'yicha yetakchi o'qituvchisi, O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi a'lochisi Guljaxon Hasanova tomonidan olib borildi. Bugungi kundagi ushbu mahorat darsidan yoshlarimiz o'zlariga kerakli bo'ladigan shu fortepiano cholg'usida ijro qilinadigan etyudlar, gammalar va asarlarni qay tarzda boshlang'ich sinflarda hamda yuqori sinflarda bosqichma-bosqich o'zlashtirishni, o'zlariga kerakli ilmlarni oldilar deb o'ylaymiz. Umuman musiqa maktablarida juda katta ahamiyatga ega, chunki mana hozir yoshlarimiz o'zlarini oldilariga qo'ygan maqsadlariga erishishlarida bir qanaqadir bir motivatsiya vazifasini bajaradi desak ham bo'ladi, chunki mana ustozimiz juda mahoratli dars o'tib, o'zlarini shu individual yakka dars o'tish mahoratlarini yoshlarga yetarlicha ko'rsatib bera oldilar. Bunga o'zimiz ham guvoh bo'ldik o'tirib. Maktab faoliyatiga to'xtaladigan bo'lsak, ushbu maskanda ko'plab to'garaklar tashkil etilgan bo'lib, o'quvchilar bilan amaliy mashg'ulotlar muntazam olib boriladi. Bugungi kunda ta'lim dargohida 210 nafar o'quvchi 12 ta yo'nalish bo'yicha musiqiy va madaniy bilimlarini oshirib kelmoqda. Yosh iqtidorlar respublika va xalqaro tanlovlarda g'olib bo'lib, tengdoshlariga o'rnak bo'lishmoqda. Men hozirda fortepiano yo'nalishida o'qiyman. Har xil konkurslarga qatnashtirishadi, har xil joylarga borib konkurslarda qatnashib kelyapman. Oxirgi marta respublika tanlovida ishtirok etib, faxrli 2-o'rinni qo'lga kiritdim. Ustozimga ham rahmat. Biz mahorat darslarini kuzatib, o'zimizga darslarni, bilimlarni olamiz. Hamkor o'quv muassasasi pedagoglari bilan bu kabi mahorat darslari doimiy o'tkazib kelinadi. Bu esa yosh iqtidorlarga yangi marralarni zabt etishda muhim zamin bo'ladi.